Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. G'ijduvon tumanida yana bir quvonchli yangilik. Mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish va fuqarolarimiz, ayniqsa ayollarimiz uchun yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida Haj Tekstil tikuv fabrikasi o'z faoliyatini yanada kengaytirmoqda. Endilikda mazkur korxona o'zining yangi filialini ishga tushirdi. Yangi filial Sohibyon mahalla fuqarolar yig'ini hududida 51-maktab orqa tomonidagi yangi binoda joylashgan bo'lib, u yerda barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Ayollar uchun zamonaviy tikuv uskunalari, qulay mehnat muhiti va xavfsiz ish joylari taklif etilgan. Yangi sex 100 nafar ishchini ish bilan ta'minlash imkoniyatiga to'liq ega. Eng quvonarlisi, maosh 2,5 million so'mdan 3,5 million so'mgacha miqdorda belgilanmoqda. Bu esa nafaqat barqaror daromad, balki o'z kasbini egallab, jamiyat rivojiga hissa qo'shish imkoniyatidir. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz tikuvchilik kasbiga qiziqsangiz, mehnatsevar va fidoyi bo'lsangiz, ushbu imkoniyat ayni siz uchun. Joylar soni cheklangan. Shoshiling. Batafsil ma'lumot va murojaat uchun telefon raqami pastda keltirilgan. G'ijduvonlik ayollar mehnati Haj Tekstil fabrikasida yanada qadrlanadi.